Bilasizmi, Google, Apple, Yahoo kabi gigant kompaniyalarning xodimlari o'z farzandlarini faqatgina Wolford maktablariga berishadi. Maktab raqamli dunyo markazi bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlarining Silikon vodiysida joylashganiga qaramay, bu yerda smartfon, planshet, ekran, umuman hech qanday gadjet topilmaydi. Nega? Aynan texnologiyada peshqadam kompaniyalar shunday qilishadi. Chunki gadjetlar qarshisida 30 daqiqadan ko'p o'tirgan inson miyasida tobiylik dopamini ishlab chiqariladi. Buning oqibatida esa sog'lom insonning diqqat sxemasi buziladi. Toqatsizlik, giperaktivlik va hatto xotira susayishiga olib keladi. Afsuski, yosh bolalarda bu ko'rsatkich 2-3 baravar yuqori. E'tibor bergan bo'lsangiz, hozirda O'zbekistonda tug'ilayotgan juda ko'p bolalar giperaktiv sindromi bilan tug'ilayapti. Bolalarni esa YouTubedan, telefondan ajrata olmay qolayapmiz. Shu ketishda ketadigan bo'lsak, kasal yoshlar bilan to'ladi yurtimiz. Shuning uchun iltimos, qattiq harakat qilaylik, erinmaylik, ayniqsa onalar. Gadjetlardan xalos bo'lishga yordam beradigan 10 ta savol metodini avvalgi videolarda berganmiz. Sahifamga kiring yoki bor bo'lsangiz, mana shu videoni ko'ring va ishlating. Menda ishlagan metod sizda ham albatta ishlaydi.